Oshna qara, maktabni bitirishimizga ham 3 oy qolibdi. Men o'qishga tayyorlanyapman. Senchi sen? Nima qilasan sen? O'qimasang, qo'lingda hunaring ham yo'q. Bilishni xohlaysan? Albatta. Bor 5 ming semechka olib chiqqanda chaqib aytib beraman oshna. Bo'ldi hozir. Xullas oshna, men senga ishonganim uchun aytayapman. Ha. Maktabni bitirib Dubayga ketmoqchiman. Dubayda nima qilasan? Dubayda katta tanishim bor, oyiga 800 ming dollar topadi. To'g'ri. Ha, serios. Xullas biznes qilaman qabul. Qana biznes qilasan? Semechkaga ham puling yo'q, semechkani men olib chiqdim-ku. Ha, uni tanishim berib turadi-da, puli bor-ku. Ha. O'shanga biznes qilaman. Ha. Sendan o'zi 70 ming qarzim bor-ku. Ha. O'zi aslida meni pulim ko'p. Yo'q. Ha, birovga aytmadiganda o'shanga bunday nima qilib yuraman, davlat siri. Xullas oshna, ozgina ishim bormi? Ha. 200 ming berib tur, shunday bor. Keling, men senga Dubayga borib tashlab yuboraman. Xo'p. Mana. Rahmat oshna. Oshna ko'rishamiz. Kechga ko'rishamiz. Xo'p. Endi oshnamning ham puli ko'payib ketsa-ya. Ha, lo'q. Legendarin bu taybini